Yoqib oldik. Tarozini olib o'lchab ko'ramiz. Og'irligi 5 kilogramm. Ropparasi. O'lchamlari bemalol ryukzakka sig'adigan Ayatix firmasiniki. Ko'rinishdan ixchamgina. ZX7 markasi. Orqa qismida yoqish gulchatil joylashgan. Aylantiramiz va yoqamiz. Zapisk bo'ladi. Aylanib. Raqamlar to'liq ishga tushgandan keyin ko'rish mumkin. Hozir mana 80 amper. Odatda mana bu yerda rezistor turadi, lekin bunda enkoder turibdi. Mana burash orqali tokni ko'tarish mumkin. To'liq aylanib kelaveradi, farqi yo'q bunda, chunki bu yerda enkoder turibdi. 250 ampergacha. Sababi 250 amperlik. Endi o'zini tushiramiz orqaga. Endi yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, 20 amper ko'rsatyapti, kuchlanish 220 volt. 2lik elektrod ko'rsatyapti. Buni buraymiz. Burash orqali tokini ko'targanimizda ko'rish mumkin. 60 amperdan oshganda 2,5 lik elektrodga o'tdi. Ya'ni bu o'rganuvchilar uchun juda ham qulay. 80 amperga yetganda 3 lik elektrodga o'tdi. Va 130 amperga yetganda ko'rish mumkin 4 lik elektrodga o'tdi. Va tokini ko'taramiz. Va 150 amperga yetganda 5 lik elektrodga o'tdi. Va bu bizda 250 ampergacha bo'ldi. Orqaga qaytaramiz. Bizda mana bu knopkasini olib bosish orqali tok, ya'ni elektrodda dugani kuchi deyilgan, arz force. Dugan kuchini ko'tarishimiz mumkin. Ya'ni elektrodning yoqish darajasidir. Buni balki payvandchilarimiz yaxshiroq biladi. Bosganimizda hot start. Yengil tok ko'tarilishi, payka paytidagi, svarka paytidagi. Yana bosish mumkin. Antizalipaniya. On. Off. On, off. Ya'ni elektrod yopishib qolishi o'chirilgan holat, yoqilgan holat. Bizda yoqib qo'yamiz. Elektrod yopishib qolishidan himoya bor. Va yana qaytganimizda butunlay chiqib o'zini 250 amper holatiga qaytadi. Yana buni oson yo'li mana bu qismi knopka bo'lib, knopka orqali osonlikcha o'tkazish mumkin. 2 amperda 65 amperga 2 lik elektrod bilan bosganda 2,5 lik elektrod 80 amperda. Yana bossak 3,2 elektrod 120 amper to'g'ri kelyapti. Yana bossak 4 lik elektrod 150 amperdan boshlanadi, plavni qo'yishdan boshlab. Yana bossak 5 lik elektrod va tokini ko'tarib tushirishimiz mumkin. Bosish orqali osongina. Shunday qulayliklarga ega. O'lchami kichkina bo'lgani uchun ryukzakka ham osongina sig'adi. Ichida shtogi yo'q, faqat bo'ldi. Tokini pastga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Tok kuchi. Buni ishlatib ko'rdim, elektrod yoqishi normal holatda. Va svarkada ishlatganda yana e'tiborga beriladigan asosiy qoida, svarka apparati uzoq ishlashini xohlasangiz, bundan kamida 1 metr, 2 metr bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Svarka ishlarini qilish kerakki, mana bu qismida ventilyator ishlayotganida ichiga cho'g' tortib ketib, plataga yetib borib, platani ishdan chiqarmaslik yoki bolgarka ishlatganda metal strushkalar qiqimlari bu yerdan kirib ketib, ichidagi plataga zarar yetkazmaslik kerak. Va bu turganida mana orqa tomonida biror nima yopib qo'ymaslik kerak. Mana bu yerdan qog'oz, salafan turib qolmaslik kerakki, natijasida sovish yaxshi amalga oshmaydi va kuyib qolish ehtimoli ko'payadi. Agar bitta alohida rozetka kuchlanish relasi bilan qo'yib qo'yilsa,
yuqori kuchlanishdan va o'ta past kuchlanishdan himoya qilgan bo'lasiz. Uni chiqish qismiga bitta uzo qo'yib qo'ysangiz ham yana ham yaxshi. Biror joyda utechka bo'lib, tok urish xavfi bo'lgan holatda u o'chirib sizni himoya qilib qoladi. Albatta, payvandlash apparati bilan ishlaganda texnika xavfsizligi qoidalariga albatta rioya qilish kerak. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Ko'zni asrash kerak har qanday holatda ham.